Hovluca sonra bir mijozlaningiz uchun Urganch shahri O'zgo'zal zapravka yanında 2 qavatli yarim plan hovlucani sotib chiqdi. Xohlasanizlar variant qilsam bo'ladi. Avtomashinam ili korpus bo'lsam bo'laveradi. Shaharning ichimi, tumanmi farqi yo'q. Yurishlarmigina zamonaviy tutilgan. Eldari burchatga novisimizni bu yerda erchalar kelgan. Oyoqlar burchatga fasadlar, aylanamiz akfa, cho'tkalar bilan eshiklarning ichine gullarni kozirokdan kattasidan qo'yilib o'tilgan ekan. Narxi $73,000 obunachilar. Doğru girib yaşayalımız. Onun tarafında ikinci kata çıkan lisisamiz. Fotoğraflarımız yine çıraylatı iyi ötülgen ekan. Rakoynamız joylashgan, ayak telemiz yine 60-60 kafil olgan. Radatını bir emas ikkisidan qo'yilgan. Koridor chap tomonimizda. Bu yerda mehmonxonamiz joylashgan ekan. Mehmonxonamizda gilamlar, trezor zonamiz. Mehmonxonamiz üstüne girdi. Koridorlarımız ham keng. Koridorumuzda patologlar natijnoy, devorlari og'oy, topli pol xullas. Joyimiz. Oshxonamizdan vaqt tomona chiqib ketadigan yo'lagimiz yine. Oshxonamizdan oyoqtelar kafil bo'lgan, radiatorlar qo'yilib o'tilgan. Fotoğraflar fon. Sadece ham parallel o'tilgan bu yerda. Nosozlarimiz bu yerda yine tok tog'langan. Rakoynamiz yine dush o'tib, yaxshi simsitilar qo'yilib o'tilgan ekan. Patolog belni matisir natijnoylar. Eshiklarimiz kelsak, aqua alyuminiy eshiklar. Baxtam bunda yana mevali daraxtlarimiz bu yerda. Berimiz novis. Yani toniklar, bruslarimiz bu yerda. Nereye sana gelsek yine. Yine bir xonacha görüşlerim ekan bu hojatxona aristona ega ekan. Endi ikinchi qavatni chaqaloq balkon kuzatib o'tsak. Tak, bu yerni laklangan laminat. Bu yerda bir xonamiz. Mehmonxona endi bu. Berimiz ham mehmonxonamiz yine trezor zonalardan dekorlardan chiroyli o'tilgan. Hozir trend mahsulotlar. Endi nari xonamizni kuzataman, 3-qavatni xonasini. Yuzi osti 3 qavatli qilib so'tilgandan obunachilar. Menda 3-qavatdan bir dona xonasi bor endi bu endi studiya format etib so'tilgan ekan. Bir trezor zonamiz. Nechik? Общий 5 xonadan iborat ekan. Narxına gelsak $73,000. Lokasiya O'zgo'zal zapravka. Sağ olun, omon bo'linglar.